Jamiyatimizda shunday insonlar borki, ularsiz hayot zanjiri tanazzulga yuz tutadi. Ular har bir jonzotga mehr berguvchi insonlardir. Ular har doim ishga shay turguvchi insonlardir. Ular har bir jon uchun kurashuvchi insonlardir. Ular Qizil kitobdagi ro'yxat kengaymasligi uchun intiladigan insonlardir. Ular insoniyat uchun kurashadigan insonlardir. Ular tabiatning kichik bo'lagini ham o'zi kabi qadrlovchi insonlardir. Ular tunni tongga ulab, charchash nimaligini bilmaydigan insonlardir. Ular boshqalar eshita olmagan nolalarni eshita oluvchi insonlardir. Ular jajji ko'zlarga quvonch ulashuvchi insonlardir. Ular veterinarlar. Veterinar insoniyat uchun ko'rinmas kuchdir.